Yahudilarning Misrdan chiqish xotirasida Moshi Misrga 10 bola qazo paydo qilgan deb qaraydi. Ular Misr daryo suyini qana bo'yash balasi, cho'ng farzand o'lim balasi, paqapti, chivin apti, pit apti, charalar yuqum apti, jarohat balasi, mo'ldir apti, chekat apti hamda zulmatgacha balasi qatorliqlar. Bundaqda Yahudilar tarixidagi Misrdan chiqish xotirasining tafsilotini aytganda, buning qiziqsangiz filmni seyretmay oxirigacha ko'ring. Bu filmni ishlashga 8 kun 16 soat vaqt ketdi. Ajrim uchun meni guvoh qilib qo'llab qo'ying. Bir kuni Misr firavini bir tush ko'rib, tushida o'zining podshohligining bir Yahudilarning pushtidan bo'lgan balaning qilib yetadiganligi to'g'riliq bishorat topshirib oldi. Bu chaqda net 100 ming Yahudilar Misrda qulluq turayotganiga 400 yildan oshgan bo'lib, shuning bilan Firavin buncha ko'p Yahudilarning bu o'g'illarining ichidan bu balni izlab tepish qiyin bo'larligi uchun, buni yo'qotish uchun hammani bir tayoqda haydab askarlarga buyruq chiqarib, butkul Yahudilarning o'g'il farzandlarini Nil daryosiga tashlab ketishni buyruq qildi. Shuning bilan nurg'un buvoqlar daryoda tunjuqib o'ladi. Dal mushaqda bir jup Yahudi arqatun o'zining o'g'lini qo'g'dash uchun bolasini bir kichik qo'lboq silib, uni Nil daryosiga etib, bir aqto'n kishining beqib olishini umid qildi. Dal mushaqda daryo bo'yida sayl qilayotgan Firavinning qizi Malika bu vaqtni ko'rib qilib uni beqib oldi. Bu vaqtda Yahudilarning ulug' daisi Moshi dal o'zi bo'lib, chiroq to'y qorong'u degankidak Malika beqib cho'nqanligi uchun Moshi mu boshqa shahzodalarga o'xshash oqsumaklik salohiyatiga ega bo'lib, tezli yaramliq cho'ng bo'ldi. Shuning bilan bir kuni Moshi Yahudi qullarning emgak maydonida qattiq ishlayotganligini ko'rib, bundan hayron qoldi. Dal mushaqda bir Yahudi qiyri qo'l Moshining haqiqiy salohiyatini aytib berdi. Shuning bilan o'zining bir Yahudi ekanligini bilgan Moshi Yahudilarning qattiq emgak qilayotganligini ko'rib, istashlab kelib turganda, bir Misr askarining Yahudi ayolga po'xirlik qilmoqchi bo'lganligini ko'rib qilib achchiqida uni urib o'ldirib qo'ydi. Gunohidan qo'rqqan Moshi shuning bilan Misrdan qochib ketdi hamda bir chorvachi boboy bilan tanishib qilib, uning qizi bilan to'y qilib oila qurdi. Ikkinchi Yehovandan kelgan bishorat. Shuning bilan bir kuni Moshi qo'y beqvasa Yehova o't siyaqida paydo bo'lib, Moshiga darhol Misrga qaytib barliq Yahudilarga yo'lboshchilik qilib, ularni qo'lliqdan qutuldirishni aytdi. Moshi Yehovaga bu ishning o'disidan chiqolmaydiganligini aytganda, Yehova Moshiga qo'ldagi asini yerga tashlashni buyurdi. Moshi asini tashlagan zaman asi bir yilonga o'zgarib, anda Moshini qo'liga qaytib keldi. Bu sehrni ko'rib Moshining ishonch tashidi. Yehova Moshiga o'zining uningga yordam qildiganligini aytdi. Shuning bilan Moshi Misr qarab otlandi. Moshi Misrga kelgandan keyin o'zining Yahudi salohiyatini butunlay qabul qilib, Yahudilarga boshlamchilik qildi. Ham qarindishi bilan birga Firavinning oldiga kelib, barliq Yahudilarni darhol qo'yib berishni, bo'lmasa Misrga balo qazo qildiganligini aytdi. Ammo Firavin buning ishonmaydi. Shuning bilan Moshi qo'ldagi asini yerga tashishiga asi yilonga aylandi. Ammo Firavin Moshini sehrgarlik qilyapti deb qarab, buning ishonmaydi. Shuning bilan Moshi Firavinga aytib birinchi baloning paydo bo'lganligini aytib qo'yib qaytib ketdi. Uchinchi 10 balo qazoning boshlanishi. Birinchi balo Nil daryosining qoniga bo'yilishi. Firavinning gap kirgizolmagan Moshi aytsi Nil daryosining bo'yiga kelib qo'lidagi asini daryoga sanjishi bilan daryo suvi butunlay qonli rangga o'zgarib ketdi. Orqadan butkul daryodagi baliqlar bulg'angan daryo suvida o'lib qoldi. Shuning bilan Misrning butkul quduq daryo eriqlaridagi suv qoniga o'zgarib, odamlar va malchorlar ishkirak bir temimi suv qolmaydi. Shuning bilan Misrning butkul dehqonchilik ishlari palash bo'lib qoldi. Aytsi Moshi Firavin izlab Yahudilarni qo'lliqdan qo'yib berishni talab qildi, ammo Firavin yana rad qildi. Shuning bilan Moshi Firavinga navodi Yahudilarni qo'yib bermasa, Misrga yana davomli balo qazo qildiganligini aytdi. Lekin Firavin yana joyli qilib bo'lmaydi. Ikkinchi balo Paqapti. Aslida daryoning qoniga bo'yilishi nurg'un o'lik baliqlarni daryoning qirqqa layiltib qo'ygan bo'lib, bu baliqlarning o'ligi sesib, chirib, paqlarning chirindilarga bo'lgan qiziqishini qo'zg'ab, butkul Misrni hatto Firavinning o'rdisidan tortib paqa qaplab ketdi. Shuning bilan yana o'xshashla Moshi aytsi Firavinga nasihat qilib, Yahudilarni qo'yib berishni aytdi. Bu chaqda maynat paqlarning dastidan ko'ngil olishib turgan Firavin navada Moshi bu paqlarni tozalab yo'qitmasa, uning shartiga ma'qul bo'lganligini aytdi. Moshi mu buning qo'shildi. Ammo paqlar tozalab etilib, aytsizlar Firavin gibidan yenib oldi. Moshi Firavinni ogohlantirib, bundaq gibidan yenib olsa, davomli ofatdan yuz berdiganligini aytdi. Lekin Firavin g'azablanib, manamsida butkul Yahudilarni burunqidan 10 nasl eg'ir emgak qilishga buyurdi. Shuning bilan Yahudilarni oshbarganga mush berdigan nachar mijoz oshkorlandi. Ular Moshida yamonlab Firavinning tishiga tegib, manamni burunqidan 10 nasl eg'ir emgak qilamiz deb Moshini ayblashga boshlaydi. Uchinchi chivin apti. Daryodagi o'lik baliqlar hamda paqalarning sesqi chirindilari nurg'un chivinlarni jalb qilib, butkul Misrni chivin qoplab ketdi. Hamda Misrliklarning yemak-ichmak go'shtlarini bulg'ab, yegudek pokiza yemaklik qolmaydi. Orqadan Moshi yana Firavinni izlab kelib, uningga zodi Yahudilarni qo'yib berdiganligi yoki bermaydiganligini so'raganda, Firavin g'azabni qat'iy unmaydi. To'rtinchi pit apti. O'lik baliqlar va paqalarningki jasadlari chirgandan keyin Misrning yerlarini butunlay pit qoplab ketdi. Pitlar chirindilarning orasidan odamlarning badaniga tarab kasal paydo qilishga boshlaydi. Yana o'xshashla Moshi Firavinni izlab Yahudilarni qo'yib berishni talab qildi. Lekin Firavin yana joyli qilib qo'shilmaydi. Shuning bilan 5-chi balam boshlandi. 5-chi chorvalar yuqum balasi. Chirindilar va parazit hasharotlar tarab butkul Misrdagi qo'y-qala chorvalarga kasal yuqib, Misrliklarning chorvalari o'lishga boshlaydi. Shuning bilan Misrning chorvachilik kasbimi padash bo'lishga boshlaydi. Buning natijasida o'xshash Firavin yana Yahudilarni qo'yib berishga qo'shilmaydi. Shuning bilan bu hikoyaning eng qiziqarli yeri boshlandi. 6-chi jarohat balasi. Chivin pit qatorliq ziyondoshlarning tufaylidan Misrda yuqumli jarohat kasal tarqab, Firavindan xonchikicha cho'ng-kichik hamma odamlarning teyinlariga jarohat tarqab ketdi. Bu qatim Firavin Moshidan rostlik qo'qidi, ammo o'zining yuz obro'yini qo'g'dash uchun Moshiga Yahudilarning ayollari va qiyinlarini qo'yib berib,
ba'zilarini davomli Misrda qolsin deb shart qo'ydi. Ammo Moshi ayol qiyriyosh hammasini qo'yib bersan deb turib oldi. Fir'avnmi buning qo'shilmaydi. Shuning bilan bu qatamda Suli Sala mag'lub bo'lib, Yahudilar yana qullukni qutlamay Moshini ayblashga boshlaydi. 7. Mo'ldir afti. Yahudilar Moshini ayblab turgan shu kunlarda tuyuqsiz osmondan yo'g'on mo'ldir yig'ib Misrning imoratlarini vayron qilib yetdi. Bu chog'da Fir'avnning vazirlari Fir'avnga nasihat qilib, hech bo'lmasa Yahudilarning yerimini bo'lsin qo'yib berish to'g'riliq taklif berdi. Lekin Fir'avn zadil olmaydi. Moshimi bu qatam Fir'avnni o'zi izlab nasihat qilib yurmaydi. 8. Chekatga afti. Mo'ldir aftidan keyin Misrda chekatga afti yuz berdi. Chekatlar Misrning ziroatlarini butunlay yeb quritib yetdi. Misr fuqarolari ocharchilik dardidan o'rnining ochliq ombiriga hujum qilib, ochliq bulashga boshlaydi. Shuning bilan butkul Misr qattiq qalaymonchilik ichida qoldi. 9. Zulmat kechi balasi. Mo'ldir aftidan keyin Misrda kunduzi quyosh tutilib qorong'ulik qoplab ketdi. Bu chog'da Fir'avn rostli pushaymon qilib, navoda mushu qorong'ulik oxirlasa, Yahudilarni qo'yib berdiganlik to'g'riliq o'ziga qasam qildi. Degankidek bir qancha kundan keyin qorong'ulik oxirlashdi, ammo Fir'avn qasamidan yana yenib oldi. 10. Cho'ng farzand o'lim balasi. Bu chog'da qo'liq tutayotgan Yahudilarmi ocharchilik ham qattiq emgakning dardini yetkish tortayotgan bo'lib, Moshini ayblab Fir'avnning tishiga tegmaslik to'g'riliq nasihat qildi. Biroq Moshi ularga bu qatim eng cho'ng balo qazoning Misrga keldiganligini hamda Fir'avnning bu qatim chuqum Yahudilarni qo'yib berdiganligini aytib, Yahudilarga bugun kechda o'ylarning eshik derazalariga qizil rang bilan bo'yab belgi silib qo'yishni aytdi. Shuning bilan Yahudilar o'ylariga qizil ranglik belgi silib qo'ydi. Degankidek shu kuni kechda bir qor soyi paydo bo'lib, barliq Misrliklarning o'ylariga kirib, Misrliklarning cho'ng farzandlari, hatto Fir'avnning cho'ng o'g'limi tuyuqsiz o'lib qoldi. Ammo Yahudilarning farzandlari bo'lsa hech nima bo'lmaydi. Shuning bilan ertasi tong otganda butkul Misrni ovu faryoda qoplab Fir'avn oxiri taslim bo'ldi. Hatto bu qatimqi balada Yahudilarning bolalarining hech nima bo'lmay, faqat Misrliklarning bolalari o'lganligini bilgandan keyin Fir'avn Moshini chaqirtib kel Yahudilarni qo'yib berishga qo'shildi. Hatto Yahudilarning yo'l xarajati uchun pul xarajatni qo'shib berib, ularni darhol ketinglar deb Yahudilarni tezroq ketishni so'ylab, bo'lmasa Misrga balo qazoning yana kelishini ansiraydi. Shuning bilan Moshi Yahudilarga boshlamchilik qilib Misrdan qutulib chiqadi. Ammo oxirida Fir'avnning bolasining o'limi tufaylidan kallis qaynab yana pushaymon qilib, texmi xato bo'lgan qarordan buni chiqardi. Navoda bu hikoyaning oxir qiziqsangiz meni qo'shib bilib inkas rayonining alt raqamini yo'llab qo'ying. Kelar qatim men bu to'g'riliq mazmun ishlab yo'llab beray.